eksklyuziv tovar, eksklyuziv MK original. Bu-chi? Eksklyuzivmi? Bu ham eksklyuziv. GMC Savannah. Bu-chi? W12 eksklyuziv, конечно. Keyingi bekat. Ладно, bu eksklyuziv emas uncha, lekin rest takoy chiroyli chiqdi. Mana eksklyuziv. Mana zamonaviy yangi rang, u ham mayli. Xos ko'rsataman. Qaranglar. Salonni. Hop. Ковш сиденье эксклюзивmi? Конечно. Mana qaranglar, takoy ani quchoq olishadi-da sиденье. Mana bu yonadigan karpetga ham, salonga ham mehr berilgan eksklyuziv, eksklyuziv. Bu-chi? Eksklyuzivmi? Конечно. Turbo. Porsche Panamera full pozitsiyasi Honji, mana bu prezidentskiy kitayskiy Rolls-Royce. Eksklyuziv? Da, albatta. Infiniti QX56 ideal top-toza eksklyuziv, конечно. Дальше Ford Pickup eksklyuzivmi plus gibrid, конечно, eksklyuziv. Bu yoqda esa oxirida turgani yangi 26-yil avtomobil, atiga probeg 10.000mi, 11.000. Eksklyuzivmi? Eksklyuziv Hyundai Palisade. Lekin men bu yoshlar uchun pantavatsa qilish uchun mana bu juda ham boshqacha-da. Ranglari ham, restylinglari ham bu ham boshqacha. Biling, bosvoringlar, lekin pulinglar bosa.